Loyihadan naf ko'rganlardan biri ikkinchi guruh nogironi Ismatullo Oxunov. U 3 yoshligidan suyakda kalsiy yetishmasligi bilan kasallangan. Ushbu dastur tufayli ishga joylashib, oilasiga barqaror daromad olib kelmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, men bu loyihaga qo'shilganimdan juda minnatdorman. Eng asosiysi, o'zimning jamiyatda kerakli inson sifatida his qilyapman. Bu biz nogironligi bor odamlar uchun katta imkoniyat demoqda. Oilada to'rtta farzandimiz. 3 o'g'il, 1 qiz. Hammamiz ikkinchi guruh nogironimiz. Hammamiz o'zimiz juddamizdan chiqib harakat qilib yuribmiz. Hech kimga muhtoj bo'lmasdan harakat. Hammamiz sevamiz. Çok qo'limizdan keladi. Harakat qilgan o'zimga foyda, sog'lig'imdan foyda. Uyda o'tirganda ko'chada yuramiz. Ko'pchilikni ko'rib, ko'pchilikni o'zgartirib ishlaganim o'zimga ham foyda. Bilan to'g'ri, hech kimga muhtoj bo'lmadan, so'ramasdan. Endi yoqdan kichkina keldi-ya. Yaxshi, o'zim ishimda o'zim qizaman. Çok ish qo'limdan keladi. O'zim chiqaman. Yaxshi, o'zim ketaman. Bugungi kunda Baraka mahalla fuqarolar yig'ini hududida mazkur loyiha orqali kam ta'minlangan oila a'zolari hamda nogironligi bo'lgan shaxslar doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanmoqda. Bu esa ularning oilasida barqaror daromad manbai yaratishlariga xizmat qilmoqda. Mini loyihamizga mahallada xatlov jarayonida aniqlangan ana shu 95 nafar nogironlarimizdan hozirda 55 nafari mehnatga layoqatli hisoblanib, shulardan 8 nafarini ishga joylashga erishdik. 4 nafar kambag'al oilamizni shu mini loyihamizga tikuvchilik yo'nalishiga ishga joyladik. Hozirda o'zidan mamnun bo'lgan, tikuvchilik faoliyatidan mamnun bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxsimiz Axunov Ismatullo akamiz ikkinchi guruh nogironi bo'lib, shu tikuvchilik sohasiga qiziqishlarini aytib qoldilar mahalla aylanganimizda. Shu kishini mini loyihamizga ishga joyladik. Hozirda yillik daromadlari 20 million, 15 million atrofida ko'zlangan. Shu maqsadda ish boshladilar. Ushbu faoliyat davomida oilalariga qo'shimcha daromad olib keldilar. Nogironlik nafaqasiga qo'shimcha daromad bo'ldi va o'zlarini kasallik ekanliklarini, jamiyatda o'rinlari bor ekanligini his qildilar. Kasalmanda boqimandalik kayfiyatdan chiqarish bo'ldi. Tashabbuskor mahalladagi ijtimoiy xodimning yil yakuniga qadar yana bir kichik loyihaning ishiga tushirishi quvonarli albatta. 4-chorakdagi maqsadlarimizdan shu nogironligi bo'lgan shaxslarimiz farzandlari va kambag'al oilalarimizni farzandlarini ingliz tili kurslariga jalb qilish maqsadida yana bir tadbirkorimizni xonadonlariga bir bino tashkillayapmiz. Volontyorlar yordamida bitib qoladi. Shu ingliz tili kurslariga qatnashib, farzandlarimiz kelajakda o'qimishli bo'lishini, vatanimizga kerakli inson bo'lishini ta'minlasak, ular shunaqa farzand bo'lib yuksalsa, biz doim o'zimizni baxtli hisoblaymiz. Mahallada amalga oshirilayotgan bunday ishlar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamining qo'llab-quvvatlash, ularning turmush darajasining yaxshilash hamda kambag'allikni qisqartirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Husniddin Hamidov, Rustamjon Usoqjonov, Ovoza informatsion dasturi uchun Namangan.